Yugurishdagi temp va zona haqida sizlar bilan gaplashamiz. Temp bu sizning 1 kilometrni necha daqiqada yugurishingiz. Masalan, agar siz 1 kilometrni 6 daqiqada yugursangiz, demak tempingiz 6. Bu taxminan soatiga 10 kilometr tezligi degani. Agar 1 kilometrni 5 daqiqada yugursangiz, tempingiz 5. Bu esa taxminan 12 kilometr soat tezligi. Temp qancha kichik bo'lsa, siz shuncha tez yugurasiz. Endi zonalar haqida. Birinchi zona tiklanish zonasi. Bu juda yengil yugurish bo'lib, asosan og'ir mashqlardan keyin tiklanish uchun ishlatiladi va organizmni ortiqcha charchatmasligi uchun mo'ljallangan. Ikkinchi zona yog' eritish zonasi. Aynan shu zonada organizm energiya sifatidan ko'proq yog'dan foydalanadi. Agar maqsadingiz ozish yoki chidamlilikni oshirish bo'lsa, mashg'ulotlarning qariyb 80% ni aynan shu zonada o'tishni tavsiya etiladi. Uchinchi zona o'rtacha intensivlik. Bu zona yurak qon tomirlarini kuchaytiradi va tezroq yugurishga moslashga yordam beradi. To'rtinchi zona yuqori intensivlik. Bu yerda organizm maksimal kuch bilan ishlaydi. Odatda intervalli mashg'ulotlar va musobaqalarda bu zonada yuguriladi. Beshinchi zona VO2 max. Uni faqat qisqa vaqt davomida ushlab turish mumkin. Bu zona tezlikni rivojlantiradi va organizmda kislorod miqdorini oshirishga yordam beradi. Endi siz tempni qanday aniqlashni va har bir zona nima uchun kerakligini bilasiz. Maqsadingizga erishing va yugurishni ongli ravishda mashq qiling. Yugurish haqida foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang.